Davom etamiz. Korrupsiya har qanday davlatning ertangi kuni, kelajagi uchun xatarli, tahdidli kushandadir. Sharof Rashidov tumani hokimligida korrupsiyaga qarshi kurash va jamiyatda halollik muhitini shakllantirish mavzusida seminar-trening bo'lib o'tdi. Tadbirda Sharof Rashidov tuman hokimi Asilbek Ashurov, Adliya vazirligi huzuridagi qonunchilikni tahlil qilish va tartibga solish ta'sirini baholash instituti hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mutaxassislari, shuningdek tuman tashkilot va muassasalar rahbarlari, umumta'lim maktablari direktorlari, mahallalarda faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlari va madad nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari qatnashdi. Seminar-trening avvalida loyiha maqsad va vazifalari haqida qisqacha ma'lumot berildi. Tadbir davomida hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash maqsadida Adliya vazirligi huzuridagi qonunchilikni tahlil qilish va tartibga solish ta'sirini baholash instituti tomonidan Sharof Rashidov tumani hokimi Asilbek Ashurovga korrupsiyaga qarshi kurashish mavzulari jamlangan kitob sovg'a qilindi. Shundan so'ng mutaxassislar tomonidan korrupsiyaning salbiy oqibatlari, uning oldini olish mexanizmlari hamda jamiyatda halollik muhitini qaror toptirishning ahamiyati haqida atroflicha ma'ruzalar qilindi. Tadbir ishtirokchilariga korrupsiyaga oid tushunchalarni sodda va tushunarli tarzda yoritib beruvchi "Korrupsiya nima?" nomli uslubiy qo'llanmalar tarqatilib, unda korrupsiyaning turlari, unga qarshi kurashish usullari hamda fuqarolarning bu boradagi huquq va majburiyatlari haqida ma'lumotlar berilganligi ta'kidlandi. Trening davomida mutaxassislar tomonidan fuqarolarga bepul yuridik yordam ko'rsatish tizimi, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari, sud va boshqa davlat organlariga murojaat etish zarur bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirish tartiblari yuzasidan ham batafsil ma'lumotlar berildi. Seminarda so'zga chiqqan mutasaddi xodimlarimiz, rahbarlarimiz bizlarga ancha tushunchalar berdi. Albatta tibbiyotda yoki boshqa sohada korrupsiyani oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurash sohasida biz tushunchalarga ega bo'ldik. Mana shunday seminarlar, mana shunday uchrashuvlar tez-tez tashkil qilinsa, xodimlarimizni ongini kengaytirish, korrupsiyani oldini olish bo'yicha tashviqot, targ'ibot ishlari kuchaytirib boriladi. Ochiq muloqot tarzida o'tgan tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutaxassislarga murojaat qilib, amaliy tavsiya va tushuntirishlar oldilar. Seminar-trening yakunida korrupsiyaga qarshi kurashish, ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini hayotga keng tatbiq etish yo'lidagi faolligi uchun bir guruh ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi.